bizni tashlab yordam borasiz. Qalam. Adi, shahardan kelin olib keldim Jalla. Kim? Tanishingda keliningiz bo'ladi Jalla. Kelinim? Ha, nega anaqa papasha bilan salom alaykum qo'rgan? Nima deyapti bu? Patsulik qiling deyapti Jalla. Patsulik? Ha. 1 minut. Assalomu alaykum papichka, yaxshimisiz? Ana bu mana boshqa gapda mana. Odam o'xshab salom bersa bo'ladi-da mana. Kelini kiyimi g'alati ekanda, sal qishlog'imiz bir Ada, siz buni qatdan ham tushunasiz. Bu shaharlik Jalla. Takoy mana shunaqa stilli kiyinadi, Jalla, tushunyapsizmi? stilni. Da, stilli. O'zimizni milliy kiyimlardan qo'ymasin-da bacha. Kelin ovqat qilish biladilarmi? Yo'q. Ya, da nima deb tashyapsiz? Bu sizga xizmatkor emas. Xizmatkor qilib beradi ovqatingizni. Xizmatkor? Da. Kelin bitta nariga qarang. Mana bachalarim, birga mehnat qilib, oila nimaligini tushunasizlar. Zakisdan o'tdingmi? Olib qochdingmi? Yo'q, o'zi keldi. O'zi kelsa olib kelaverasan. Nima qiling? Qo'ya suv berdingizmi? Beruvdim, ichib qo'yibdi-da, Jalla.